Faqat xalq ogoh bo'ling. Ertadan O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertangi kun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-12, kunduzi 25-27 bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 iliq, kunduzi 20-25 bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 25-30 bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-14, kunduzi 25-30 bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 23-28 bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 18-23 bo'ladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.